Erim menga ahamiyat bermayapti. Qaynonam bilan chiqisha olmayman. Qaynisinglim bilan chiqisha olmayman. Nima qilsam bo'ladi deysizmi? Yon atrofimdagilar bilan faqat gap tortishib qolaman. Ishxonamdagilar ham meni qanaqadir nazariga ilmaydi deysizmi? Albatta, hamma sizga mehribon bo'lishi uchun chiroyli surani o'rgataman hozir. Bu surani har doim o'qib yursangiz, hamma sizga mehribon bo'lib qoladi. Qalban, ixlos bilan hamisha ertalab, kechqurun, obedda o'qing. Albatta qalban o'qing, qalban, ixlos bilan erinmasdan o'qing. Hamma sizga mehribon bo'lib qoladi. Ishoning bunga, chunki men o'zim har doim u surani o'qib yuraman. Yon atrofimdagilar hamma menga mehribon. Nimani gapirsam xo'p deb amalga oshirishga harakat qilishadi. Chunki nimaga? Men bu surani har doim o'qib yuraman. Bu sura Ixlos surasi. Ixlos surasini har doim davomli o'qib yuring. Uni sanog'i yo'q. Butun hamma sizga mehribon bo'lib qoladi. Qo'lingizda tasbih bo'lsin, tasbih bo'lmasa, qalban o'sha Ixlos surasini o'qib yuring. Undan keyin menga kelib rahmat yozasiz.